Allani eshitgan bola mehrli bo'ladi deyishadi. Chunki u bola mehr bilan katta bo'ladi, sevgi bilan ulg'ayadi. Alla ona yuragidagi mehrning tili, sevgi kuyi, hayot darsidir. Beshikka yotgan bola juda ham sog'lom, palvon bo'lib o'sadi. Bu beshik bolasi, bek bolasi deb bejizga aytishmagan. Mana bu beshikda yotganda oyoqlari to'g'ri turadi, taglari quruqqina bo'ladi. Beshikka belanib yotgan bolaning fikrlari ham, zehnlari ham Alla eshitib, juda ham yaxshi rivojlanadi. Alla aytay, jonim bolam, quloq solgin. Alla aytay, jonim bolam, quloq solgin. Alla shirin allam tinglab birpas orom olgin. Alla shirin allam tinglab birpas orom olgin. Alla yo Alla yo Alla sen hayotim bog'bonisan, jajjiginam. Alla yo baxtimga sen katta bo'lgin. Kurar ko'zim. Alla baxtimga sen katta bo'lgin. Kurar ko'zim. Alla yo Oila birinchi maktab. U yerdagi birinchi dars Alla, birinchi o'qituvchi esa onadir. Va ana shu darslar tufayli mehribonlik, sabr, muhabbat degan xislatlar inson qalbiga yoziladi. Azizlarim, bizga mehrni o'rgatgan, biz uchun tunlar uyqusiz o'tkazgan, har bir allasi orqali bizga muhabbatni o'qitirgan onajonlarimizga rahmat aytish biz uchun ham qarz, ham farzdir.